Assalomu alaykum, navbatdagi avtomatik darvozamiz Namangan shahar Orzuga o'rnada. Kimdagi qiziq bo'lsa, tayyorlab beramiz. Ham orqa tomoni radio blogi motor 160 talik. Mana bu Seto'tsa qo'shnoyi. Seto'tsa muammo ochib qilaveradi. Orqa tarafi bu oddiy eshigi. Xohlasangiz shu materialdan yonma-yon qilib eshikni qilib beramiz yoki bo'lmasa bunday fason qilib beramiz, temirli qilib. Bu materiallari ham juda qalin bo'lgan, lambilashlar yo'q. Shuningdek ham joyida. Pultlari bo'lsa ikkita bo'ladi.